Bu 300kani ko'rmasanglar bo'lmaydi. O'zbekistonda bitta bo'lgan. Undan oldin sizga bitta savolim bor-da. Qalban faqat yozasiz. Avtoyetsini nima uchun kuzatasiz? Qasdir yaxshi xislatlari uchunmi yoki-da o'zi vobshe yoqmaydimi? Nima dardingiz bo'lsa mana shu kommentariy yozing. Mana haqiqatan bir akalar. Qaranglar. Kapot glansviy. Bamferi pastlari glansviyda, bu yoqlari polniy matviy. Men klientga aytdim. Aka, buni polniy matviy qilib yuborish kerak. Desa, yo'q, menga shu yoqyapti dedilar. Tomlari glansviy, bagajlari glansviy. Endi qarang, sizga yoqdimi yo'qmi? Lekin begona ko'z bilan, boshqacha ko'z bilan qarasam, menga yoqdi. Lekin o'zimning ko'zlarim bilan qarasam, unaqa yoqmaydi. Lekin bitta ezadi qaranglar, antinachalar bilan yomon turibdi. Bu yo'llarni ham bitta ko'ring. Lekin hazillashmaymiz, ochiq gap. Klient shuni holatda qilib berdi. Arkalari glansviy, ruchkalari glansviy, qolgan joylari, yo'llari polniy matviy. Mana bunaqa. Yo'g'ida bunaqa. Yozib qoldiring. Take my shoes and walk a mile, something you can't do. Big talks to the town, big boy gang moves. I like to walk around with my chain loose. She just bought a new ass, we got the same boobs. Whipping up dope, scientists whip it up.